boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lganlar. Doim uyga kelib dars qilganlarida, bolajonlar uchun, biz uchun ko'rgazma tayyorlaganlarida yuragim orzu qilib ketar edi-da. Tayyorlagan ko'rgazmalarni borib qanaqa qilib ko'rsatib bersa ekanlar. Hech esimdan chiqmaydi. 2-sinf o'qib o'tirganimizda kosmonavtika kunida haligi Yuriy Gagarinni rasmini taxlagan edilar-da, orqasiga misollar yozilgan edi. Endi bizning sinfimiz, men ham onam o'qitganlar o'zi, birinchi boshlang'ich sinf o'qituvchim onam bo'lganlar. Ertaga shu misollarni menga ko'rsatmay qilgan edilar-da. Hech eslayman, qani nima yozilgan ekan shunga, shu hech esimdan chiqmay, mana shu narsa menga durtki bo'lgan. O'zim ham agar boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lsam, shunaqa betakror ko'rgazmalar tayyorlab, bolajonlarga shunaqa chiroyli dars o'taman degan narsani o'sha payt ko'nglimda tugib qo'yganman va albatta o'z orzuyimga erishdim deb o'ylayman. Bolajonlarga shunaqa chiroyli dars o'tishini, noodatiy darslarni o'tib, ularni xursand qilishni, ularni yugurib kelib quchoqlab olishlarini o'sha paytdan orzu qilganman va shu orzuyimga yetdim deb o'ylayman. Ee, 2024-yil dekabr oyidan boshlab mana shu halollik oroli loyihasida ishtirok etdik. Har haftada borib o'qib keldik. Bizga to'g'risi oyna tutishdi. Biz o'zimizni ko'zguda ko'rdik. O'ylamagan holatingizdagi qilayotgan ishingizni noto'g'ri ekanligini, to'g'ri deb o'ylagan narsangiz noto'g'ri ekanligini tushunib yetdik va mana shunday holatlar, og'riqli nuqtalar bo'ladiki, unda nima topolmay qolasiz, javob topolmay qolasiz. Lekin biz mana shu halollik oroli loyihasiga ishtirok etganimizda ham guruhlarga bo'linib, yana o'sha trener boshliqlar, ya'ni o'rgatgan o'qituvchilarimiz bilan birgalikda mana shu og'riqli nuqtalarga qanday qilib javob topish yo'llarini o'rgandik. Bu albatta bizga qo'l keladi. Men to'g'ri endi yangi bo'lgan edim o'sha paytda, direktor lavozimiga endi o'tgan paytlarim edi. Shunday baxtga muyassar bo'lib qoldim, shu loyihada ishtirok etdim. Bilasizmi, u ota-onalar bilan bo'ladigan yoki o'qituvchilar bilan bo'ladigan qanaqadir bir nozik masalalarda mana shu darslarda o'tgan, treninglarda o'tgan mashg'ulotlarimiz menga qolib keldi. Qanday qilib javob berish, qanday qilib o'zini tutish, qo'yish, uni qanday o'ylayotganigacha men oldindan sezib turdim va shu loyihaga ishtirok etganimda ming bor shukrlar aytdim. Juda ajoyib loyiha bo'lib chiqdi. Buni ko'proq qo'llash kerak deb o'ylayman. Hammaga o'qitish kerak deb o'ylayman, chunki bilamiz, korrupsiya qayerda bor, qanday holatda borligini bilamiz, lekin yechim topishning usullarini qiynalib qolishimiz mumkin. Biz o'sha yerda mana shu yechim topish usullarini o'rganib chiqdik. Yo'l qo'ymaslik, o'shangacha bormaslikning usullarini o'rgandik. Menimcha bu hali ham menga keyingi faoliyatimda ham ko'p yordam beradi va asqotadi degan umiddaman. Biz har juma kuni sinf soatlari bo'lar edi. Mana shu sinf soatlarida har mavzuimizni shunga moslashtirib, seshanba kuni o'qib o'rganganlarimni olib kelib, seshanba kuni o'zimizni ma'naviyat soat o'qituvchilar o'rtasida qo'yib, e'lon qilib, masalan, o'sha o'rganganlarimni o'qituvchilarga aytib, yo'nalishlarni tushuntirib berib bordim va undan tashqari o'qituvchilar bilan shunaqa nima qildikki, keyin har juma kuni sinf soatlari o'tkazilardi. Mana shu sinf soatlariga 10 minut, 15 minut o'quvchi yoshiga mos tarzda o'quvchilarga mana shu korrupsiyani tushuntirishni, uni oldini olishni, qanday holatda korrupsiya bo'lishini, qanday holatda noto'g'ri ish qilayotganimizni tushuntirib berib bordik. Hozirda ham kelajak soat darslarida, tarbiya soat darslarida bu narsalarni qo'llayapmiz. Ma'lum miqdorda endi korrupsiyani oldini olishdan ko'ra unga yo'l qo'ymaslikni o'rgatishimiz kerak.
bola yoshligidan o'sha korrupsiyani nima ekanligini, uni yomon ekanligini, mana shu qusurlari haqidagi bilimlarga ega bo'lsa, menimcha biz kelajakda korrupsiyadan xoli mamlakatni yarata olamiz deb o'ylayman.